Boyni bolasi menga qara, mana shu orqamda ko'rib turgan 2 qavatli 5 xona plus oshxona uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Mana shu uyni qurayotgan quruvchi akamiz bor-ku, rosa katta gapirib yuboryapti. Men bilmayman hozir qanchalik uverенность u akamga nima beryapti. Yo bilimi beryapti yo akani. Yo akani haqiqatan shu ishlarni qilib yotibdi. Bu yerda bor-ku, mana shu qilgan qurilishdagi materiallarga dedi, har bittasiga dedi men javob beraman dedi. Lyuboyga ayting dedi. Lyuboy kelsin, ko'rib gaplashib olaman dedi. Qurilish materiallari xullas mo'shni qilingan. G'ishtlarni men bilmayman, Marsdan olib kelgan yo Yupiterdan olib kelgan. Bularni ham aytyapti, mo'shni aka deyapti. Mana kirib kelishimizda bu oshxonasi bo'lyapti. Uyimizda eng asosiy narsalar material, eng material plitalar bor-ku, plitalarni ham deyapti akamiz. Enasini deyapti, Uchqo'rg'ondan olib keldim deyapti. Mana shu plitalarni. Xullas, boyaka mana bu ikkinchi etажga chiqish joyi. Uyda ichi korobka holatda topshirib beriladi. Santexnika, elektrika, короче, hamma kommunikatsiyasi to'liq qilib beriladi deyapti. Faqat fasad ishlarini, tashqi fasad ishlarini akamiz качественный materiallardan to'liq qilib beraman deyapti. Bitirib beraman deyapti fasad ishlarini. Faqat uyni holati, ichidagi mana holati mana shunday holat. Eng qimmat, eng oxirgisini deyapti, olib kelgan mana akvaplastlar deyapti. Bu tomonida endi ikkinchi etajda hozir span xonasi, bu yerda o'zini sanuzli bor. Mana bu sanuzli. Shunda uyimizda ikkita sanuzli bo'lyapti, 5 xona uy bo'lyapti, plus oshxona bo'lyapti. Mana bu детский xona qilasizlarmi yoki yana nimadir qilasizlarmi? Короче, bir bolalar qilasizlar o'zlaring. Men bilmayman nima qilasizlar. Mana bu o'zining plus balkoni bor. Bu yerda eng asosiysi bor-ku, 15 yonida. Prям yonida. Ko'chni banisa shuni svetoforda o'ngga kirasiz. Chapga birinchi ko'chani shuni burilasiz. Mana bu yerda orqamizda mana bu zapravka. Zapravka yonimizda 15-maktab, zapravka, mahalla komitet, uchastkovoy xona. Короче, hamma narsa shahar yaqin. Xullas, boyni bolasi bu uyimizning maydoni bor-ku, 4 sotik, 2 qavat, 5 xona plus oshxona. Bu mana oshxonamiz. Boyni bolasi mana bu birinchi etajdagi sanuzli. Boya aytgandek, bitta uyda ikkita sanuzli, birinchi qavat va ikkinchi qavat. Bu esa детский xonasi. Kreditga ham deyapti, eshik chiqarib beraveraman deyapti. Hozir loyihalarni, uyda asl ko'rinishi qanaqa bo'lishini men sizlarga 3D variantini tashlab o'tib ketaman. Mana bu chegarasi mana. Chegarasi mana shu yergacha bo'lyapti. Boyni bolasi mana shu tomonda, mana shu mashinamiz turgan tomonda ko'cha tushadi. Chap tomonda uy bo'ladi. Boya aytganimda, uyimizda umumiy maydoni bittasi 4 sotikdan bo'ladi, faqat oxirida bitta 5 sotik bo'ladi. Mana uyimizda loyihasi, pasportini chiqarib qo'ygan. Ko'chaga tashqi ko'rinishini qanday bo'lishini xuddi shu holatda qoldiriladi. Past egasini raqamini qoldiraman boyni bolasi. O'z telefon qilib turib, boy akamiz bilan o'y savdolashib o'rasiz. Savdosini kelishtirib beradi. Atigi 5 ming so'rayapti. Ko'rishguncha.